Eron chempionati. Persepolis Urunov va Sergeyev gollari evaziga Sepaxondan ustun keldi. Eron Pro Ligasi 17-turdan o'rin olgan Persepolis Sepaxon uchrashuvi yakunlandi. Unda Persepolis 2-1 hisobda g'alabaga erishdi. Dastlab 53-daqiqada Oston Urunov hisobni ochgan bo'lsa, keyingi golni aynan Urunovning pasdan keyin ikkinchi bo'limda maydonga tushgan Igor Sergeyev urdi. Bu uning qizillar safidagi debyut o'yini edi. 90+5-daqiqada o'tib borayotgan bir paytda Sergeyevning qo'pol harakatidan so'ng hakam tomonidan qizil kartochka ko'rsatildi va Sergeyev maydondan chetlashtirildi. Persepolis ayni paytda 31 ochko bilan turnir jadvalini boshqarib turgan bo'lsa, mag'lubiyatga uchragan Sepaxon ham xuddi shuncha ochko bilan ikkinchi o'rinda bormoqda. Eron Pro Ligasi 17-tur. Persepolis Sepaxon 2-1.